Так, изучить материалы. Потом уже доложить по ним. Operativ ish bo'yicha politsiya yetakchisi o'rinbosari Eduard Jernov jinoyatchilarni izlovchilarga ertangi naryad tarata. Uchastok uполномоченныйларning ish kunida ertangi kengashmadan boshlanib ketdi. Armiyadan qo'shib keluvchilarni izlov, ov miltiqlari egalarini tekshiruv olda turgan bo'lish shul. У нас весь город и район разделен. Bizning butun shahar ham rayonimiz 18 uchastkka bo'lingan. Har uchastkka bir xizmatkar berkitilgan. Ular o'z administrativ uchastoklarida turak sektorni kuzatadi, xalq bilan tanisha, munisipal organlarga bo'lishlik etadi. Deb burishimiz jamoat tartibini saqlav, jinoyatlarni oshqlav, administrativ huquq buzuvlarni tirkav. Значит, оказывают. Dünya Kunchigish mikrorayonida xizmat ko'rsatuvchi Ruslan Zaynurin hozir kerakli adreslar bo'yicha chiqib ketarga azir. Bu yil 3-chi topqir xalq uchastkovoy respublika konkursida qatnashib, 46 kandidat orasida 8-chi o'rinni yovlagan ol. Если народ выбирает, то... Xalq sayli demak uchastok uполномоченныйna ishonish bildiradigan so'z. Men administrativ uchastokda xalq ishonishini oqlab ishlayman, bek shod. Balik bo'lmaganlar ishlari bo'likchasida ish ertasi tog'ida keyrinki, tartibsiz turmush olib boruvchi aytganilar bilan ishlisi bor. So'nggi vaqtda balik bo'lmaganlar orasida jinoyat qiluvchilar soni ortuvining sababini politsiya xizmatkorlari shundan ko'ra, uning qorovi maktab binosida kisa telefonlari urlov uchraqlari kemigan. Balik bo'lmagan bolalar yag'indan ishlangan jinoyatlar bek ko'pga ortdi deb aytamiz kela. Былтыр 7 jinoyat yasagan bo'lsalar, bu vaqtga bıyıl 16 jinoyat. Narsa aytasiz kela, shul hisobdan учетка qo'yu bizga тоже ortdi. Былтыр 44 yaş o'smirni qo'ygan bo'lsak, bıyıl 49. Shulay aytganilarida teskari yig'inti yasovchilar ham tiyishincha tarbiya bermovchilarni ko'proq ishkichilik bilan terbiye жетіп etmey balalarga şularını тоже учетка qo'yu bo'yicha 47 bo'lsa былтырғы yılda bu yıl 66 etyenini учетка qo'ydik. На сегодняшний день положительно, значит, Bugungi kunda barlik yo'nalishlar bo'yicha o'ng'ay o'sish kuzatilib, aytik jinoyatlarni 6% ga, og'ir ham ayiruvchi qatlovli jinoyatlarni 8% ga o'sdi. Barlik o'tiruv uchraqlari oshiqlandi. 111-modda bo'yicha qilingan jinoyatlarni da to'lisincha tugalladik. Dinamika bor. Bu yo'nalishda ishlovni davom etamiz. все тяжкие преступления практически. Patrul post xizmati bo'likchasi Nurlat politsiyasining yosh kadrlar azirlovchi istaxonasi Anazifar Sag'irov ijroatdagi ishni tekshiruv bilan mashg'ul. Yo'llarda, shahar mikrorayonlarida tartib saqlovchi bu yosh yigitlarni ish ko'rsatkichlarini qarab yuqoriroq vazifalarga ko'chira turadilar. Evgeniy Timofeyev da shunday emitli kadrlarning birisi. Kun davomida kuzatuv chasti orqali distalagan g'ariza, murojaat, turli jinoyatlar turida ma'lumot o'ta. Politsiya mayori Faiz Nizomiddinov kishi serjantni operativ kuzatuvchi sirlarini tushundira. Shtatdagi 140 xizmatkarning borisida da birdan burch qo'yilgan, huquq ham tartib sog'inda turuv. Хочу поздравить свой Garnizonning shaxsiy sostavini xanari bayramimiz bilan qutlaysim kela. Ayiruvchi bizning veteranlarimizga esenlik ham uzun umr tilayim. Ular alida bizning bilan birga yordam etib turalar. Непосредственно с нами всегда. Bu yil Rossiyada xizmat burchlarini o'taganda 67 politsiya xizmatkari halok bo'lgan, 1000 yarimlabi tan jarohatlari olgan. Shunga da qaramasdan har ertani ular o'zlarining tip antlarini to'g'ri qolib boshlaydi. Ulda bo'lsa Rossiya Federatsiyasına xizmat etdi.